4-sanoat inqilobi. Klaus Schwab kitobiga savollar. Agar mashinalar aqlli bo'lib borayotgan bo'lsa, men endi nima uchun kerakman? 4-sanoat inqilobi seni texnik jihatdan emas, mohiyatdan sinovga oladi. Mashinalar vazifalarni egallaydi, lekin ma'noni faqat inson yaratadi. Sen kerak bo'lmay qolmayapsan. Sen endi o'z qadriyatingni isbotlashing shart bo'lgan davrga kirding. Texnologiyalar hayotni yengillashtiryaptimi yoki nazoratni kuchaytiryaptimi? Bu inqilobda har bir qulaylik kuzatuv narxiga sotiladi. Har bir bosilgan tugma bu ruxsat. Texnologiyalar seni emas, sen ularni boshqarsangina erkinsan. Aks holda qulaylik ostida asta-sekin yo'qolib borasan. Agar algoritmlar mendan ko'ra tezroq qaror qabul qilsa, unda bizning holimiz nima bo'ladi? Insoniyat algoritmga tezlikda yutqazadi, lekin ongda emas. Algoritmlar faqat hisoblaydi, inson anglaydi. Fikrlar orqasida ma'no topish, ya'ni ongli tanlov qilish bu texnologiya hali o'rgana olmagan yagona kod. Kelajakdagi kasbimni texnologiyalar o'g'irlaydimi? Ha, katta ehtimol bilan. Agar sen fokusingni kasbga qaratgan bo'lsang, qobiliyatingga emas. Bu davrda kasb egalari emas, o'rganishni bilganlarni saqlab qoladi. O'zgara olmaydiganlar yangilanadigan dunyoda tarixda qoladi. Axborotning haddan ortiqligi meni ongli qiladimi yoki chalkashtirib tashlaydimi? Axborot dengizi faqat chuqur suza oladiganlar uchun foydali. Xabardorlik bu kuch emas. Kuch bu tanlab fikrlash, shubha qilish, so'rash. Bilgan odam kuchli emas, anglagan odam kuchli. Tafakkur yangi davrning eng qimmatli valyutasi. Agar texnologiyalar haqiqatni algoritm orqali shakllantirsa, men nimaga ishonaman? Kelajakda haqiqat kodlangan formatga aylanadi. Kim kodni tushunmasa, unga faqat yuklab berilgan versiyasi qoladi. Shuning uchun savol berishni unutgan ong boshqalarning algoritmida yashaydi. Haqiqat faqat ongli shubhalanayotganlar qo'lida qoladi. Nega dunyo bu inqilobga tayyor emas, lekin u baribir sodir bo'lmoqda? Chunki inqiloblar ruxsat so'ramaydi. Ular keladi xolos. Tayyor bo'lmagan ong esa unga qurbon bo'ladi. 4-sanoat inqilobi bu faqat texnologiyalar yangilanishi emas. Bu ontologik zarba. U seni emas, sening fikrlash uslubingni almashtiradi. Xo'p, unday bo'lsa, ishlab chiqarish, ta'lim, siyosat, hammasi avtomatlashtirilmoqda. Insoniyat qaysi yo'l bilan ketyapti? Insoniyat funksiyadan mohiyat sari harakat qilmoqda. Endi kim ko'proq ishlay oladi degani emas, kim ongliroq yashay oladi degani muhim. Bu inqilob ishlab chiqarish inqilobi emas. Bu inson o'zini yangi darajada kashf qilishi kerak bo'lgan davr. Bu inqilob mehnatni emas, uning falsafasini o'zgartiradi. Ish bu endi tirikchilik emas, bu o'zlikni namoyish qilish. Har kim o'z qobiliyatini kashf qilmasa, algoritmlar bu bo'shliqni o'zicha to'ldiradi. Odamlar bir-biriga yaqinlashmoqda deyishyapti, lekin aslida buni teskarisi kuzatilmoqda. Nega? Texnologik yaqinlik ruhiy yaqinlik emas. Biz signal orqali bog'landik, lekin qalb orqali emas. Algoritmlar odamlarni ulaydi, lekin tushunmaydi. Bu inqilobda haqiqiy yaqinlik bu empatiya. Bu ongni boshqalarnikiga ulay olish san'atidir. Oddiy qilib aytganda, insonlar inson sifatida bir-birlari bilan birlashish davri keldi degani. Agar men hozir fikrlarimni o'zgartirmasam, bu inqilob meni nima qiladi? U seni tarixga aylantiradi. Bu davrda o'zgarish tanlov emas, hayot uchun zarurat. 4-sanoat inqilobi tirik qolish testidir. U seni yo yangi ong bilan uyg'otadi, yoki eski identifikatsiyang bilan yo'qotadi. Bu davrda qoladiganlar o'zini qayta kashf qilganlar bo'ladi. Miyam portladi. Unda 4-sanoat inqilobi qachon boshlanadi? Do'stim, atrofingni kuzat. Agar sen o'zgarish sezmayotgan bo'lsang, sen bu inqilob yaratgan yana bir algoritmda yashayapsan. Ongli insonlar bu inqilob boshlanib bo'lganini allaqachon bilib bo'lishdi.